asl degani Xitoydan kelgan promil 2 motorli 50 litrlik bular. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqarsizlar akalar. Gazini bosamiz. Assalomu alaykum Novvoy akalar, aziz ustalar. Mana hozir kompressorlarimiz kelgan. Kompressorni ishlatadigan akalarga tavsiya qilamiz. Xitoydan promil olib keldik, omborga tushirganmiz, hozir joylayapmiz. Mana 50 litrli kompressorlarimiz mana shu joyda ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu joyda salkam bir 100 ta 150 ta oshiq mana kompressorlar. Bular hammasi 50 litrli bo'ladi. Past tokka ham ishlaydi, baland tokka ham ishlayveradi. Ya'ni o'sha elektr 220, 230, 240 ga ham ishlayveradi, pasayib ketsa ham ishlayveradi elektr. Mana shu holatda bo'lyapti, hozir joylayapmiz. Bu tomonda mana bular endi elektr tanlaydiganlari bular. 220 elektr bo'lish kerak, bir xil o'tda ishlaydiganlar bular elektrga. Mana shu holatda mana. Plus xamir meshalkalarimiz bor. Bular ham oz qoldi. Avval video qilgan edik. Dastlab kelganda juda ko'p edi. Hozir 3 dona chakdash firmasiniki 50 litrli. Bular Turetskiy. Bu kompressorlarimiz mana buraya Xitoydan keldi. Bugun tushirib joylayapmiz. Kimga zarur bo'lsa kompressor aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Narx-navosi bo'yicha kelishgan holda chiroyli qilib beramiz.